Bugun sizlar bilan beton qorishmalari va ularning to'kilish joylariga qarab turlari haqida gaplashamiz. Yo'l to'shama betonlari, ya'ni steyashkalar zina betonlardan farqli bo'ladi. Oquvchanligi yaxshiroq, o'zi joylashuvchan og'ir beton. Zina betonlari nisbatan quyuqroq bo'ladi. Ustun devor betonlari bunda ham oquvchanlik va o'zi joylashuvchanlik, karkas armaturalar to'qilganligiga qarab to'ldiruvchilarga talab beriladi. Pol steyashka betoni nisbatan quruqroq, faqat mayda to'ldiruvchidan tashkil topgan. Yirik to'ldiruvchisi 10 mm. Bunday betonlar ko'p qavatli uylarning qol qismlarida ko'proq qo'llaniladi. Devorni suvoq qilishda va g'isht terish ishlarida yirik to'ldiruvchisi 3 mm bo'lgan qumlardan foydalaniladi. Beton bo'yicha bilimlaringizni biz bilan oshirayotgan bo'lsangiz, biz bundan xursandmiz. Bizni kuzatib boring.